Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. O'tgan videoda bizda juda ham ko'p savollar kelib tushdi, ya'ni updaterlar haqida to'liqroq ma'lumot berish haqida. Bugun biz shuni haqida rejalashtirdik va biz yangi ishga kelgan updaterimiz haqida sizlarga ma'lumot berish uchun, uning oldiga intervyu olish uchun yetib keldik. Xo'p, marhamat, tanishing. Assalomu alaykum. Assalomu O'zingizni alaykum. tanishtirsangiz. Mening ismim Sanjar. Bu kompaniyaga kelganimga 3 oy bo'ldi. Hozirda updater bo'lib ishlayman. Xo'p, endi savol sizga. Updaterlarning hozirgi paytda asosiy vazifalari nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Updaterning asosiy vazifasi bu driver yukni pick-up qilgandan uni drop qilgangacha nazorat ostida saqlab, nima qilyapti, vaqtida olib boryaptimi, shuni tekshirib nazorat qilish. Ishga kelganimga uncha ko'p bo'lmasdan men уже 500 dan $1000 gacha sof daromad qila olaman. Mana bizga ma'lum bo'ldi, updaterlarimiz qancha oylik maoshda ishlashi, u menejerimiz aytgan gaplar to'g'ri bo'lib chiqdi. Endi bitta yakuniy savol bermoqchiman updaterga. Hozirda updater bo'lishdan siz qoniqasizmi yoki kelajakda boshqa bir kasbga o'tish niyat bormi? Yo'q, albatta men faqat updaterlik emas, hozirda hamma qatori Meksika orqali Amerikaga o'tib, o'zim bitta trak olib, driver bo'lish albatta.